Salom Joybox obunachilari, Xiaomi o'zining 17T lineykasini taqdim etdi. Xo'sh, u qanday xarakteristikalarga ega bo'ldi va nima uchun 17T deb bu lineyka nomlandi? Va bu flagman darajasidagi smartfon bo'la oladimi, yo'qmi? Barcha savollarga javoblarni mana shu obzor davomida birgalikda bilib olamiz. Komplektatsiya ikkalasida ham bir xil. Ichidan smartfonning o'zi, chexol, qo'llanma, quvvatlagich va USB A ga USB Type-C shnuri chiqadi. Asosiy farq quvvatlagichda. 17T ning o'zida 67 vatli, 17T Pro'da esa 100 vatli. Mana smartfonlar qo'limga yetib keldi. Bu yerda Xiaomi 17T hamda 17T Pro. O'zi nima uchun T deb nomlashgan? Bunda ko'p ma'no qidirish shart emas, shunchaki lineyka nomini T deb nomlashga qaror qilishgan. O'zi Xiaomining T lineykasini ishlab chiqarishdan maqsadi nima? Kuchli parametrga ega bo'lgan smartfonlarni hamyonbop narxda xarid qilish imkoniyatini oshirish bo'lgan. Bu smartfonlar subflagman hisoblanadi. Flagman darajasidagi smartfonlar to'g'ri juda ham kuchli parametrlarga ega va narxi nisbatiga ham juda ham qimmat turadi. Lekin buni narxi juda ham hamyonbop, shunga ham qaramasdan mana shu flagman darajasida bera oladigan xarakteristikalarni mana shu smartfonlardan ham topishingiz mumkin bo'ladi. Xiaomi T lineykasida ko'proq mana shu kamerasiga urg'u qaratgan bo'ladi. Shuning uchun bularda juda ham kuchli parametrlarga ega bo'lgan teleobyektivlar qo'yiladi. Faqatgina teleobyektiv bilan ish bitmaydi, bilsangiz, bu yerda algoritmlarni ishlash uchun yaxshigina protsessor ham kerak bo'ladi. Shuning uchun bu smartfonlarda flagman darajasiga teng bo'lgan protsessorlar ham o'rnatiladi. Display ikkalasida ham AMOLED, 17T mizani kattaligi 659 dyum, 17T Pro esa 683 dyumga teng. Ko'rib turganingizdek, 17T Pro mizi anchagina displeyi katta. Hamda yangilanish chastotasi 17T ni o'zida 120 Hz, 17T Pro da esa 144 Hz tashkil qiladi. Qo'shimchasiga bular ikkalasida ham maksimal yorug'ligi 3500 nitgacha yetadi. Ikkalasining displeyi ham juda ham tiniq va juda ham silliq, faqatgina 144 Hz da anchagina silliqligi ko'proq bilinadi. Qo'shimchasiga mana shu displey o'zida barmoq izi skaneri ham joylashtirilgan bo'ladi. Bu ikkala modellar orasidagi farq birinchi bo'lib ramkalardan bilinadi. 17T mizada plastikdan tashkil topgan, 17T Pro da esa metalldan tashkil topgan. Ikkalasida ham IP68 himoyasi mavjud. Hamda og'irligi 17T miza 200 gram, 17T Pro miza esa 219 gramni tashkil qiladi. Qalinlikka keladigan bo'lsak, 17T 817 mm, 17T Pro miza esa 825 mm tashkil qiladi. Smartfonlar mana bu ko'rib turgan ranglaringizda bizga kompaniya tomonidan taqdim etilgan. Hamda ikkalasining ham sovutish tizimi bug'li kameradan tashkil topgan bo'ladi. Protsessorga keladigan bo'lsa, ikkalasining orasida anchagina kattagina farq bor. Xiaomi 17T mizada MediaTek Dimensity 8500 Ultra protsessor o'rnatilgan. 17T Pro mizada esa MediaTek Dimensity 9500 protsessor o'rnatilgan. Ikkalasining orasidagi farqi Antutu benchmark testlarida yig'gan ballardan ham bilib olsangiz bo'ladi. Eng asosiy qismi 17T Pro miza 3 nanometrli protsessordan tashkil topgan bo'ladi. 17T ni o'zi esa 4 nanometrli protsessordan tashkil topgan bo'ladi. Bu smartfonlarimizda operatsion tizimi Android 16 dan tashkil topgan bo'ladi. O'zining ichki obalochkasi esa HyperOS 3. Lekin mana shu smartfonni xarakteristikasini eshitasiz va juda ham qimmat deb o'ylaysiz. Narxini ko'radigan bo'lsangiz, rostdan ham juda ham hamyonbop hisoblanadi. Ana endi obzorimizning eng asosiy qismiga ham yetib keldik. Mana shu smartfonlarning kamerasi bo'yicha gaplashamiz. Bu ikkala smartfonimizda Leica kameralari bilan jihozlashgan bo'ladi. Ikkalasida ham asosiy kamerasi 23 mm lik 50 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Diafragma 17T Pro mizada 1.67, 17T ni o'zida esa 1.7 ga teng. Mana bu asosiy teleobyektiv kameramiz 155 mm lik 50 megapikselga teng. Diafragmasi esa 3. Mana shu teleobyektiv periskopichskiy telefoto hisoblanadi hamda Leica tomonidan taqdim etilgan bo'ladi. Bu optik sifatda 5x zoomni qo'llab-quvvatlaydi hamda 10x zoomgacha umuman sifatni yo'qotmasdan yaqinlashtirishi mumkin. Hattoki makro suratlarni 3 cm dan juda ham ideal qilib oladi. Agarda uzoqda joylashtirilgan obyektlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan ultra zoom 20x dan 120x gacha bemalol yaqinlashtirish xususiyatiga ega hamda portret suratlarni juda ham sifatli qilib tushirib beradi.
Ultra keng burchakli kameramizda ikkalasida ham 15 mm lik 12 megapikselga teng, diafragmasi esa 2.2. Ikkala smartfonimizda ham flagman darajasidagi sensorlar joylashtirilgan. Faqatgina 17T Pro'mizda Light Fusion 950, 17T ni o'zida esa Light Fusion 8 o'rnatilgan bo'ladi. Bu sensorlar fotosuratlaringizni juda ham ideal darajada chiqarib berish hamda ranglarni juda ham ideal darajada sizga ko'rsatishga xizmat qiladi. Xo'sh, video lavhalarga keladigan bo'lsak, 17T Pro'mizda siz 8K 30 kadr sekundgacha bemalol olish xususiyatiga egasiz. 17T ni o'zida esa maksimal 4K 60 kadr sekundda olish xususiyatiga ega bo'lasiz. Hamda juda ham ko'p rejimlar bor, ularni ham ishlatib turib video lavhalaringizni juda ham ideal darajaga chiqarish imkoniyatlaringiz bor. Aloqa sifatiga keladigan bo'lsak, bu ikkala smartfonimizda yangi T1 Plus chipi o'rnatilgan bo'ladi. Bu signal juda ham past bo'lgan joyda sizga maksimal signallarni chiqarib berishga xizmat qiladi. Akkumulyator borasiga keladigan bo'lsak, bu ikkalasi orasida yaxshigina farq bor. Misol uchun 17T Pro'mizda 7000 mAh kremniy uglevodli akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. 17T ni o'zida esa 6500 mAh kremniy uglevodli akkumulyator joylashtirilgan. To'plamdan 17T Pro'mizda 100 wattlik, 17T ni o'zida esa 67 wattlik quvvatlagich chiqadi. Saytda berilgan ma'lumotlarga qaraganda 17T Pro'mizda bittada to'xtatmasdan 9,5 soat video lavha olish xususiyatiga ega bo'lar ekansiz. 17T ni o'zida esa siz kun davomida ishlatsangiz to'xtatmasdan 17 soatga yetishi mumkin ekan. Siz uchun eksklyuziv taklif, mana shu 17T lineykasini Joybox do'konidan xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga Redmi Headphone Neo simsiz quloqchini qo'shib beriladi. Bu juda ham zo'r sifatga ega bo'lgan quloqchin. Shuning uchun bunday imkoniyatdan foydalanib qoling. Bu smartfonlar narxlari Joybox do'konlarimizda juda ham hamyonbop. Agarda bo'lib to'lash kerak bo'lsa, 24 oygacha muddatli to'lov ham mavjud. Bemalol saytimizga yoki do'konlarimizga tashrif buyurib, mana shu sifatli va kafolatga ega bo'lgan smartfonlarni bir zumda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xulosaga keladigan bo'lsak, men birinchi bo'lib e'tibor bergan narsam bu uning dizayni bo'ldi. Dizayni juda ham chiroyli, yoqimli, ko'zingizga seriozniy smartfondek ko'rinadi. Flagman darajasidagi dizayn qilib bizga taqdim etilgan. Yo ramkalari bunda metal bo'lgani uchun juda ham qo'lga qulay. Ikkinchi asosiy narsasi bu kamerasi. Kamerasi rostdan ham juda ham zo'r sifatga ega bo'lgan, foto, video lavhalarni tushirib beryapti. Bundan tashqari mana bu yerda joylashtirilgan teleobyektivi juda ham sifatli va flagman darajasidagi hisoblanadi. Hamda flagman darajasidagi bunda protsessor o'rnatilgan. Bitta qilib aytganda, buni bizga Xiaomi sub flagman qilib taqdim etyapti, lekin ichidagi xarakteristikasi flagman darajasidagi. Bu juda ham wow. Joybox jamoasi bilan mana shu 17T Pro qorasini bepulga sovg'a qilib yubormoqchimiz o'zimizning obunachilar orasida. Shuning uchun bu safargi konkursda Instagramni o'tkazishga qaror qildik. Shuning uchun Instagram sahifamizni kuzatib borishni sizga maslahat beraman. Instagram sahifamizning linkini esa mana shu izohlarda qoldirib ketaman. Obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha